Mana firmasi hammasini brendi bor-da, qaranglar. Nimaga ko'zimizni ochmayapmiz? Nimaga biz ko'zlarimizni ochmayapmiz? Ha biz o'qlarni, qon mahsulotda harakat qilyapmiz, biz yutqizib qo'yyapmiz. Chaydarchi biz yutqizib qo'yganmiz. Biz ko'zimizni ochmayapmiz, faqat maqtanamiz. Kichkina korobka 1 kilolik gilos qilib, mana bunaqa qilyapmiz deb. Qani bunaqa ob'yomlarimiz? Qani bunaqa sifatli mahsulotlarimiz? Bizda imkoniyat bor. Birinchi o'rinda dehqonlarimiz chiroyli ishlab beryaptimi? Chiroyli qarayapti, turishini sotmang. Kiloga soting, do'ngibay sotmang. Broker turishini olmang, do'ngibay olmang. Nimaga turishini sotadi? Ertaga mana 3-4 sort qolib ketadi, sotyapti. Niyatini hammasi yaxshi biladi. Hali Alloh taolo so'ralamiz, ammo qalbdagi niyatni Alloh biladi. Men nima maqsadda qilyapman? Hali aytayapti kimdir? Yomonlar, munofiqdir. Siz uchun shunaqadirmi? Alloh taolo xudo xolasa qalbim toza. Alloh oldida, vatanim oldida Alloh qalbim toza. Millatim oldida men to'g'ri ish qilyapman.